keling. Bugun juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashamiz. Urinder avgustdan keyin ayrim pensionerlarning pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi yoki xalq tilida aytganda bloklanishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu gap har bir pensionerga, har bir farzandga, ota-onasining pensiyasini olib beradigan har bir oilaga tegishli. Eng muhimi, bu hammaning pensiyasi to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim holatlarda pensiya jamg'armasi to'lovini to'xtatishga majbur bo'ladi. Men bugun sizga aynan 6 ta asosiy sababni, kim xavotir olish kerakligini, kim xavotir olmasligini, qanday hujjatlar tayyorlash kerakligini va pensiya bloklanib qolmasligi uchun hozirroq nima qilish zarurligini batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta mayda xato ham bir necha oy pensiyasiz qolishga olib kelishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida yetib borsa, ko'p odam muammodan qutuladi. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Oldin ko'p jarayonlar qo'lda yuritilar edi. Pensioner mahalladan, bankdan yoki pochta orqali pensiyasini olib yurardi. Ma'lumotlar hamma joyda bir xil tezlikda yangilanmasdi. Masalan, odam boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lsa, pasport ma'lumotini o'zgartirgan bo'lsa, vafot etgan bo'lsa yoki chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lsa, bu ma'lumot pensiya jamg'armasiga kechroq yetib borishi mumkin edi. Natijada ba'zan noto'g'ri to'lovlar, ortiqcha hisoblangan pullar yoki hujjatlardagi chalkashliklar yuzaga kelardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, banklar, FHD, migratsiya, soliq, kadastr, bandlik va boshqa tizimlar orqali ayrim ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni shundaki, odamlar kamroq qog'oz ko'taradi, ko'p jarayonlar tezlashadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz bir joyda boshqa joyda boshqacha chiqsa, tizim xavf belgisi sifatida ko'rib, to'lovni aniqlik kiritilguncha to'xtatib turishi mumkin. Endi eng asosiy savol. Order avgust kuni hammaning pensiyasi bloklanadimi? Yo'q, bunday tushunish noto'g'ri. Gap shundaki, belgilangan muddatga qadar ayrim toifadagi pensionerlar o'z ma'lumotlarini tasdiqlashi, bank kartasi, yashash manzili, shaxsiy hujjatlari yoki huquqiy holatini tartibga keltirishi kerak bo'lishi mumkin. Kimda hammasi joyida bo'lsa, pasporti amal qilayotgan bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, pensiya olishga asos bo'lgan hujjatlarda muammo bo'lmasa, u odam odatdagidek pensiyasini olaveradi. Endi pensiya jamg'armasi tomonidan odatda pensiya to'lovini vaqtincha to'xtatishga sabab bo'ladigan 6 ta holatni birma-bir ko'rib chiqamiz. Men har birini oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi sabab: pensionerning shaxsiy ma'lumotlarida nomuvofiqlik bo'lishi. Bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Masalan, pasportda ismingiz Gulbahor deb yozilgan, eski hujjatda esa Gulbahor deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki ota-otasining ismi bir hujjatda Abdullayevni, boshqasida Abdulla qizi ko'rinishida turishi mumkin. Ba'zan tug'ilgan sana ham bir kun farq qiladi. Pasportda 1958 yil 12 mart, eski mehnat daftarchasida 1958 yil 12 mart. Oldin bunday farqlar ko'pincha ko'zdan qochardi. Hozir elektron tizim buni ko'rib qoladi. Misol keltiraman. Olim 6 yoshli onaxon 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. U yangi ID karta olgan. Lekin bankdagi ma'lumotlari eski pasport seriyasi bo'yicha qolgan. Pensiya jamg'armasida esa yangi hujjat ko'rinadi. Bank tizimi pulni tushirishda shaxsni to'liq moslashtira olmaydi. Natijada pensiya umuman bekor qilinmaydi. Lekin to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Onaxon banki borib ma'lumotni yangilasa, pensiya jamg'armasi bo'limiga xabar bersa, keyingi to'lovlar tiklanadi, ba'zan ushlangan summa ham birga tushiriladi. Ikkinchi sabab: pensionerning tirikligini yoki doimiy yashash holatini tasdiqlash zarurati. Bu ayniqsa pensiyani vakil orqali oladiganlar, uzoq vaqt bank operatsiyasi qilmaydiganlar, bir necha oy kartadan pul yechmaydiganlar yoki chet elda bo'lib turganlar uchun dolzarb. Davlat uchun eng muhim narsa pensiya haqiqatan shu pensionerning o'ziga yoki qonuniy vakiliga berilyaptimi? Afsuski, amaliyotda shunday holatlar uchraydi. Pensioner vafot etgan bo'ladi. Lekin qarindoshlari kartadan pul yechishda davom etadi. Bu qonun buzilishi hisoblanadi va keyinchalik ortiqcha olingan pullar qaytarilishi talab qilinadi. Masalan, otaxon 3 oy oldin Rossiyaga farzandinikiga ketgan. Pensiya kartasini esa uyda qoldirgan. Kelini har oy pulni yechib turibdi. Agar bu holat qonuniy ishonchnoma bilan rasmiylashtirilmagan bo'lsa
yoki pensionerning chet elda uzoq muddat qolayotgani tizimda ko'rinsa, to'lov bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Bu degani otaxon pensiyadan mahrum bo'ldi degani emas. U konsullik orqali yoki qaytgandan keyin tegishli tartibda o'z holatini tasdiqlaydi, ishonchnoma rasmiylashtiradi. Shunda to'lov davom etadi. Uchinchi sabab, pensiya olishga asos bo'lgan hujjatlarda xato yoki shubhali ma'lumot chiqishi. Bu ko'proq ish staji, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya kabi holatlarga tegishli. Masalan, bir odam og'ir sharoitda ishlaganligi uchun imtiyozli yoshda pensiyaga chiqqan. Keyin arxiv tekshiruvlarida uning ishlagan davri to'liq tasdiqlanmasa yoki korxona hujjatlarida boshqa lavozim ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tekshiruv qilishi mumkin. Oddiy misol, fuqaro 1998 yilgacha zavodda payvandchi bo'lib ishlaganini aytib, imtiyozli pensiyaga chiqqan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin arxivdan kelgan ma'lumotda u davrda lavozimi yordamchi ishchi deb ko'rsatilgan. Farq juda muhim, chunki payvandchi imtiyozli ro'yxatga kirishi mumkin. Yordamchi ishchi esa kirmasligi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya darhol butunlay bekor qilinmaydi. Lekin to'lovni qayta hisoblash, hujjat talab qilish yoki vaqtincha to'xtatish ehtimoli bor. Fuqaro arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnoma varaqalari, korxona tasdiqlovchi xatini olib borish kerak bo'ladi. 4-sabab, bank kartasi yoki to'lov rekvizitlaridagi muammo. Ko'pchilik pensionerlar pensiyani bank kartasiga oladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, hisob raqam yopilgan bo'lsa yoki bankdagi shaxsiy ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, pensiya tushmasligi mumkin. Odamlar buni pensiya jamg'armasi pensiyamni blokladi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank tomonidan bo'lishi ham mumkin. Masalan, pensionerning kartasi 2024 yil avgust oyida amal qilish muddatini u yangi karta olmagan. U yangi karta olmagan. Pensiya hisoblangan, lekin bank uni kartaga o'tkaza olmaydi. Natijada odam bankomatga boradi, pul yo'q. Bankka borsa kartangiz muddati tugagan deyishadi. Bunday holatda pensiya jamg'armasidan oldin bankka borish kerak. Pasport yoki ID karta bilan yangi karta ochiladi. Keyin rekvizitlar jamg'armaga avtomatik yoki ariza orqali uzatiladi. Ayniqsa yosh katta insonlar kartaning old tomonidagi oy va yilni tekshirib qo'yish kerak. Masalan, 0824 deb yozilgan bo'lsa, karta 2024 yil avgust oxirigacha amal qiladi. Lekin ayrim operatsiyalar avvalroq cheklanishi mumkin. 5-sabab, pensionerning yashash joyi, ro'yxati yoki mamlakatdan chiqish holati bo'yicha ma'lumotlar o'zgargan bo'lishi. Pensiya odatda fuqaroning doimiy yashash joyi, ro'yxatdagi manzil va to'lov hududi bilan bog'liq. Agar odam Toshkentdan Andijonga ko'chib ketgan, lekin pensiya hujjatlarini ko'chirmagan bo'lsa yoki doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketgan bo'lsa, bu alohida tartibni talab qiladi. Bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda uzoq muddat yashashning o'zi muammo emas, lekin rasmiy ma'lumotlar bir-biriga zid bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Misol uchun, 7 yoshli otaxon Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin 2 yildan beri Toshkentda qizining uyida yashaydi. Pensiya kartaga tushadi, muammo yo'q. Lekin pasportini yangilaganda vaqtincha ro'yxat. Doimiy ro'yxat yoki manzil bo'yicha ma'lumotlar noto'g'ri kiritilsa, tizimda fuqaro boshqa hududga o'tgan degan belgi paydo bo'lishi mumkin. Bu holatda otaxon pensiya bo'limiga borib, men pensiyani shu tartibda olishni davom ettiraman deb ariza yozishi, shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladi. 6-sabab, pensiya turiga ta'sir qiladigan huquqiy holat o'zgargan bo'lishi. Bu masala ko'pchilikka unchalik bilinmaydi. Lekin juda muhim. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola 15 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirmasa, pensiya to'xtatilishi mumkin. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtaydi. Ishlamaydigan pensioner sifatida qo'shimcha ustama olayotgan odam ishga kirgan bo'lsa, ayrim to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Aniq misol, 17 yoshli bola otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Oyiga 900 ming so'm tushadi. U 15 yoshga kiradi va kollej yoki universitetga kunduzgi bo'limga o'qishga kiradi. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma olib pensiya jamg'armasiga topshirmasa, tizim 15 yoshga yetdi deb pensiyani to'xtatadi. Keyin bola hujjat olib borgandan so'ng to'lov tiklanadi. Lekin bu 1-2 oy vaqt olishi mumkin. Shuning uchun 15 yoshga to'ladigan bolalar bo'yicha oilalar oldindan harakat qilishi kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerak?
Kimlar xavotir olmasligi kerak, shuni aniq ajratib olaylik. Agar siz har oy pensiyangizni o'z kartangizdan olib tursangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, bank kartangiz muddat tugamagan bo'lsa, yashash manzilingizda katta o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, nogironlik muddati yoki boquvchisini yo'qotayotganlik bo'yicha hujjatlaringiz amal qilayotgan bo'lsa, siz ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin baribir tekshiruv qilib qo'yish zarar qilmaydi. Xavotir olish kerak bo'lganlar esa quyidagilar: pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar, uzoq vaqt chet elda yurganlar, yangi pasport yoki ID karta olganlar, olib bermadan kartasi muddati tugayotganlar, nogironlik ko'rigidan o'tishi kerak bo'lganlar, 18 yoshga to'layotgan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, familiyasi o'zgargan ayollar, hujjatlarda ism sharifi har xil yozilganlar, boshqa viloyatga ko'chganlar, pensiya miqdori keskin o'zgarganini sezganlar, SMS xabar kelmay qolganlar yoki oxirgi oyda pensiya kechikkanlar. Bu yerda yana bitta nozik jihat bor. Pensiya bloklandi degan so'z odamlarni qo'rqitadi. Aslida ko'p holatda bu to'lov aniqlik kiritilguncha vaqtincha to'xtatildi degani. Ya'ni davlat sizni birdan pensiyadan mahrum qilmaydi. Agar sizda qonuniy huquq bo'lsa, hujjatlarni to'g'rilasangiz to'lov qayta tiklanadi. Lekin muammo shundaki, hujjatlarni vaqtida topshirmasangiz, o'zingiz yurmasangiz, o'zi hal bo'lib ketadi deb o'ylasangiz, kechikish cho'zilib ketadi. Odam bir oy emas, 2-3 oy pensiyasi qolishi mumkin. Keyin pul qaytib tushsa ham, shu davrdagi dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar bo'yicha qiynalib qoladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan holatlar haqida gapiraman. 1-Noyabr agar pensioner kasal bo'lsa, o'zi pensiya jamg'armasiga bora olmasa, bu muammoni hal qilib bo'lmaydi degani emas. Qonuniy vakil, ishonchnoma, yaqin qarindosh orqali murojaat qilish mumkin. Ba'zi holatlarda mas'ul xodimlar joyiga chiqib o'rganishi ham mumkin. Buning uchun mahalla, ijtimoiy xodim yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish lozim. 2-Noyabr pensiyani kartadan farzandi yechib berayotgani har doim ham qonun buzilishi emas. Lekin hammasi tartibli bo'lishi kerak. Agar ona o'z roziligi bilan kartani o'g'liga bergan bo'lsa, u pulni olib kelib bersa, amalda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin ona uzoq muddat chet elda bo'lsa, kasalxonada bo'lsa, aqliy salohiyati bo'yicha muammolar bo'lsa yoki vafot etgan bo'lsa, kartadan foydalanish jiddiy huquqiy oqibatlarga olib keladi. Eng to'g'ri yo'l notarial ishonchnoma rasmiylashtirish. 3-Noyabr. Bankdagi blok va pensiya jamg'armasidagi to'xtatish boshqa narsa. Bank kartani shubhali operatsiya, PIN kod noto'g'ri terilishi, karta muddati tugashi yoki hisobdagi cheklov sabab bloklashi mumkin. Pensiya jamg'armasi esa pensiya huquqi yoki ma'lumotlar bo'yicha to'lovni to'xtatadi. Shuning uchun pul tushmasa, birinchi savol: pensiya hisoblanganmi yoki bankda ushlanib qolganmi? Buni aniqlash uchun bankka va pensiya bo'limiga alohida murojaat qilinadi. 4-Noyabr ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan. Shunga qaramay bir necha oy to'lov olgan bo'lsa, keyin tekshiruvda bu summa ortiqcha deb topilishi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talaba o'qishdan chetlashtirilgan, lekin bu haqida xabar bermagan bo'lsa, keyingi oylarda olingan pul qaytariladi. Shuning uchun davlat bilmaydi deb o'ylash juda xavfli. Hozir elektron ma'lumotlar borib solishtiriladi. 5-Noyabr. Hujjat topshirgandan keyin ham to'lov darhol ertasi kuni tushmasligi mumkin. Chunki ariza qabul qilinadi, ma'lumotlar tekshiriladi, tizimga kiritiladi, to'lov reyestri shakllanadi. Ba'zan bu bir necha ish kuni, ba'zan keyingi to'lov davrigacha cho'zilishi mumkin. Shuning uchun avgustni kutmasdan, undan oldin barcha hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Ayniqsa doriga. Ijara puliga yoki qarz to'loviga pensiyaga bog'lanib qolgan oilalar uchun bu juda muhim. Endi amaliy qadamlar. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'rimi? Eski pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan mos keladimi? Shuni ko'ring. Agar farq bo'lsa, hech narsa qilmasam ham bo'ladi demang. Fuqarolik holati dalolatnomalari, pasport bo'limi yoki pensiya bo'limidan aniqlik kiriting. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati, karta faol yoki faol emasligi, SMS xabarnoma ishlashi, hisob raqam yopilmaganini aniqlang. Bankomatdan balans tekshirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Yaxshi bank filialiga pasport bilan boring yoki bank ilovasi orqali ma'lumotlarni yangilang.
Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangi karta oling va pensiya tushadigan hisobni aniqlashtiring. 3-qadam, agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnomani tartibga keltiring. Notariusga borib, kim pensiyani olib berishi, qaysi muddatga, qaysi vakolatlar bilan olishi aniq yozilishi kerak. Agar pensioner yurishga qiynalsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati haqida so'rang. Ishonchnomasiz boshqa odamning kartasidan doimiy foydalanish kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. 4-qadam, nogironlik pensiyasi oluvchilar TME yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati qachon tugashini tekshirsin. Agar muddati avgust, sentabr yoki yaqin oylar bo'lsa, qayta ko'rik uchun hujjatlarni oldindan tayyorlang. Poliklinikaga boring, yo'llanma, tahlillar, shifokor xulosalari, kasallik tarixi bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Muddati o'tib ketgandan keyin yugurish ancha qiyin bo'ladi. 5-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar yosh va o'qish holatini tekshirsin. Bola o'g'indagi yoshga to'lgan bo'lsa yoki yaqin oyda to'lsa, o'quv muassasasidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada o'quvchining FI, tug'ilgan sanasi, kursi, ta'lim shakli, o'qish muddati, muassasa muhri va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Kech topshirilsa, pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. 6-qadam. Yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya bo'limiga xabar bering. Boshqa viloyatga butunlay ko'chgan bo'lsangiz, pensiya ishingizni ko'chirish tartibini so'rang. Vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz ham aloqa raqamingizni yangilang. Ko'p muammolar shundan chiqadi. Jamg'arma xodimlari pensionerga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi. Raqam ishlamaydi, xat yuboradi. Manzil eski. Natijada odam o'zi bilmagan holda muammoga tushadi. 7-qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo bo'lsa, ariza yozing. Arizada FIH, pasport yoki ID ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, muammo mazmuni aniq yozilsin. Masalan, pensiya to'lovim avgust oyida kartamga tushmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha choralar ko'rishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada yozsangiz, bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Bu keyin isbot bo'ladi. 8-qadam. Kerakli hujjatlar ro'yxatini oldindan tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Har bir vaziyatda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun telefon qilib aniqlab oling yoki hududiy bo'limga borib so'rang. 9-qadam. Agar sizning pensiyangiz haqiqatan ham to'xtatilgan bo'lsa, vahima qilmang. Lekin sustkashlik ham qilmang. Birinchi kuni bankdan ma'lumot oling. Pul kelganmi? Karta faolmi? Keyin pensiya jamg'armasiga boring. To'lov reyestrida bormisiz? To'xtatish sababi nima? Sababni yozma yoki aniq og'zaki tushuntirishlarni so'rang. Agar hujjat yetishmasa, aynan qaysi hujjat, qaysi sanagacha, qayerdan olinadi, shuni yozib oling. Keyin kelarsiz degan umumiy gap bilan qaytmang. 10-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini bir marta to'liq ko'rib chiqsin. Ko'p pensionerlar telefon ilovani ishlatmaydi, SMSni o'qimaydi, karta muddatiga e'tibor bermaydi, pasportdagi kichik xatoni sezmaydi. Farzandlar uchun bu yarim soatlik ish, lekin ota-ona uchun bir oy pensiyasiz qolmaslik degani. Uyda alohida papka qiling. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, bank kartasi ma'lumotlari, shifokor xulosalari, ishonchnoma nusxasi. Muhim telefon raqamlari shu papkada tursin. Yana bir muhim ogohlantirish, bu mavzudan firibgarlar ham foydalanishi mumkin. Kimdir telefon qilib, pensiyangiz bloklanmasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodini ayting desa aslo ishonmang. Pensiya jamg'armasi ham, bank ham sizdan SMS kod, PIN kod, kartaning orqa tarafidagi CVV kodni so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying. Pensionerlarning kartasidagi pulni aynan shunday aldov bilan yechib olish holatlari bor. Hujjatni faqat rasmiy idoraga borib yoki rasmiy portal orqali hal qiling. Xulosa qilib aytaman. 4 avgust sanasi atrofidagi gaplar hammani qo'rqitishi shart emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya to'xtatilishiga ko'pincha 6 ta sabab olib keladi. Shaxsiy ma'lumotlardagi nomuvofiqlik, tiriklik yoki yashash holatini tasdiqlash zarurati, pensiya huquqini beruvchi hujjatlardagi muammo, bank kartasi yoki hisob raqami bilan bog'liq nosozlik, yashash manzili va migratsiya ma'lumotlaridagi o'zgarish, hamda pensiya turiga ta'sir qiladigan huquqiy holatning o'zgarishi. Kimda hujjatlar tartibli bo'lsa,
Xavotirga hojat yo'q. Kimda sanab o'tilgan holatlardan bittasi bo'lsa, bugunoq tekshirtirsin. Men sizga tavsiyamni aniq aytaman. Urdoch avgustni kutmang. Pasportni tekshiring, kartani tekshiring, ishonchnomani rasmiylashtiring, nogironlik va o'qish ma'lumotnomalarini tayyorlang, manzil va telefon raqamini yangilang, muammo bo'lsa ariza yozing. Shunda pensiyangiz bo'laklanib qolishining oldini olasiz yoki to'xtagan bo'lsa tezroq tiklaysiz. Sizning oilangizda shunday muammo bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Karta bo'laklanganmi? Hujjatdagi xato sabab yugurganmisiz? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa pensionerlar nafaqalar, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.